Ya avvalambor assalomu alaykum. Hammaga yana bir bor mana navbatdagi Yunusoboddagi zinamizni ham apalkasini yechdik. Mana bu tagi Tix variant bo'lgan domzini. Birma-bir tanishtirib chiqsak, zinamizni balandligi o'zi 3 metr. 20 ta stupenga tushgan, 15 ga 27 dan qilib. Balandligimiz 15, o'yiq qo'yilganimiz 27 anaqasi. Hop, zinamiz eni 1.5 bo'lgan, joyimiz o'zi 2.20. 1.5, 1.5, 2.10, o'rtada har doimgidek u santimetr o'chiq joy qolgan mana. Pleshatka bor, 1.5 ga 2.20. Mana bu tepa qismi. Xudo xolasa inshaalloh mana tepasini boshlashga harakat. Mana zinamiz tepa qismi ham 27 ga 16 dan tushdi. Joyimiz balandligini hisobiga. Bu yoq chizib chiqarib qo'yilgan. Bu yoqqa. Kimdadir shunga o'xshash savollar bo'lsa, pisandagi telefon nomerimizni qoldiramiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin.